Toshkent viloyat hududida yo'l transport hodisalarining oldini olish, sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning sonini kamaytirish, shuningdek, harakat ishtirokchilarining huquqiy bilimini oshirish va jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavhamiz Toshkent tumanida bo'lib o'tgan sayyor sud jarayonidan tayyorlangan. Sayyor sud davomida yo'l harakati qoidalarining buzilishiga doir 26 ta ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha ishlar ko'rib chiqildi. Jarayonda ushbu hodisalarga bevosita sabab bo'lgan omillar o'rganilib, huquqbuzarlarning fikrlari tinglandi. Shuningdek, ularga qo'shimcha tushuntirishlar berilib, bu kabi qoidabuzarliklarning yana sodir etilishi og'irroq jazolar berilishiga va fojiaviy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida aytib o'tildi. Sayyor sud majlis so'ngida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining og'irligi, yetkazilgan zarar, qoidabuzarliklarning qo'polligi va boshqa tegishli holatlarni inobatga olgan holda 4 nafar fuqarolar transport vositasini boshqarish huquqidan 3 yil muddatga mahrum etildi. Qolgan 22 ta holatda turli xil ko'rinishdagi jarimalar belgilandi. Aytish mumkinki, bu kabi jazolarning qo'llanishi kelajakda turli qoidabuzarliklarning oldini olishda xizmat qiladi.